men Zarumchoq Zarqari xususiy korxonasi rahbari bo'laman. Tilla savdosi bilan shug'ullanaman. Menga shu 100 million miqdorda kredit summasi kerak. Hozirda bizlarda 312 sonli qaror bo'yicha har doim quloqligiga ega mijozsiz. Shuning uchun hozirgi paytda bizlarda 312 sonli qaror bor. Foydalanib 24 oy muddatga 6 imtiyoz bilan shartnoma asosida pul ko'chirish bo'limi o'tkazamiz. Shunday lozim. Sonli qaror bilan kreditlashtirish ta'lim qilsangiz. Bugun hujjatlar ta'lim qilsangiz, chiqarib beramiz. Bularni 24 oy 6 imtiyoz, ikkinchi toifani 22%. Bularni rasmiylashtirish boshlanadi. Hurmatli mijoz, agar ma'qul desangiz, hujjatlar taqdim qilsangiz, biz sizga kredit rasmiylashtirib beramiz. O'sha prezidentning 312 sonli qarori asosida hujjatlar bugun taqdim qiling. Biz mana shu masalani salqin beramiz.